Uzoq muddatga bo'lib to'lashga kottedj so'raganlar uchun bugungi bizning obzorimizda do'stlar joylashuv joyi Yunusobodda ekan. Men hozir ko'cha qismida turibman. Fasad qismiga keladigan bo'lsak, high-tech uslubida qurilgan. Undan tashqari 2 etaj. Tepasida o'zini balkoni ham joylashgan ekan. Ketdi do'stlar, sizlarni uzoq kuttirmayman. Ichkarini ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu zo'r imkoniyat bo'lib to'lashga uzoq muddatga beryapti. Ha do'stlar, noto'g'ri eshitmadinglar. Boshlang'ich 10% ni to'lov qilib, qolgan 90% ni 20 yil davomida bo'lib to'lash orqali olish imkoniyatiga egasizlar. Yillik foizlar 15%. Bunaqa premium xonadonlar uchun O'zbekistonda hech kim hali bunaqa taklifni bermagan do'stlar. Kottejlarimizga keladigan bo'lsak, 1,5 sotuvdan 2,2 sotuvgacha o'sha aytganimdek zamonaviy high-tech uslubida Yunusobod Residence tomonlama qurilgan. Shahar markazida mana shunaqa o'zingizni kottejingiz bo'ladigan bo'lsa, kimga yoqmaydi? To'g'rimi? Hovli qismiga keladigan bo'lsak, o'zini yozgi kuxnyasi, zelyoniy zona va mashina qo'yadigan joyingiz ham bor. Bundan tashqari Yunusobod Residence'da faqat kottejlar emas, xonadonlar ham sotuvda. Qaranglar, pod'ezd qismi qanaqa chiroyli qilib qo'yilgan. Aynan men ham Yunusobod Residence'dan bir kun kelib xonadon xarid qilishni niyat qilib qo'ydim. Kvartiralarni ham siz 20 yilgacha bo'lib to'lashga olishingiz mumkin, boshlang'ich 10% ni to'lov qilib. Undan tashqari Yunusobod Residence'ning bolalar maydonchasi, ya'ni ochiq va yopiq, kinoteatrning zona, kompyuter klub, futbol maydonchasi, trenajyorniy zal, spa zona, basseyn, hammasi mavjud. Raqamlar qoldiraman, murojaat qilsanglar bo'ladi.